Do'stlik axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Ilhom Qahhorovning "O'qing, faqat yig'lamang" kitobidan hayotiy voqealarga asoslangan "Oyimni qaytarib ber, Xudojon" hikoyasi. Dada, oyim tuzaladimi? Jajji bolakayning savoli shundog'am siqilib turgan dadasining yuragini ezdi. O'g'lini tizzasiga o'tqazdi-da peshonasidan o'pdi. "Oying rosa charchagan bolam. Endi bir necha kun uxlab dam olish kerak." Bolakay indamadi. 5 yoshli bolakay onasining og'ir kasalligini ancha oldin fahmladi. Shifoxonaga dadasi ko'rishga olib borganda, oyisi uni quchib rosa yig'lagandi. Dadasi: "Oying tuzalib ketadi, keyin shifoxonadan javob berishadi" degan edi. Oyisi uyga qaytganida bola "Oyim tuzalibdilar" deb rosa sevingandi. O'y-xayollari o'zidek sof murg'ak bola oyisining boshqa sababdan javob berib yuborganligini bilmasdi. Har kungidek o'rniga yotarkan, bolakay osmonga qarab qo'lini cho'zdi. "Oyimni tuzalishiga yordam ber, Xudojon, iltimos, oyijonim tuzalib ketsinlar. Menga avvalgidek har kuni ertaga aytib bersinlar." Bir necha kun o'tgach, tunda uyg'onib ketdi. Piltirab koridorga chiqdi. Dadasi balkonda sigaret chekib kim bilandir telefonda gaplashardi. Bolakay dadasining hamma gaplarini ham tushunmadi-yu, shu jumlalarni eshitib qoldi. Operatsiya, katta pul degan jumlalarni. Bir kinoda ko'rgandi. Operatsiya doktor kasalni ukol qiladi, keyin u tuzalib ketadi. Oyimni ham ukol qilishsa sog'ayib ketadi deb o'yladi bolakay. O'rniga qaytib yotarkan, osmonga qarab yana nola qildi. "Oyimni tuzalishiga katta pul ber, Xudojon. Agar oyim tuzalsalar, senga o'z o'yinchog'imni eng kattasini beraman." Bolakayning onasining ahvoli kundan kun yomonlashib borardi. U esa buni bilmasdi. U faqat dadasining o'sha kungi gaplarini o'ylardi. Operatsiya va katta pul. Oxirgi kunlarda bolaning oyisini yoniga kiritmay qo'yishdi. U uyga kelib ketayotgan ko'plab qarindoshlarini jimgina kuzatib o'tirardi. Dadasi esa har kuni bolakayga pul tutqazardi. "Ushla o'g'lim, borib muzqaymoq ye." Bolakay onasini yaqinlari bilan vidolashayotganini tushunmasdi. Nihoyat uni chaqirishdi. Oyisining yoniga olib kirishdi. Ko'zlari shishib ketgan, oppoq chayshab yopingan onasining yoniga keldi. "Kel shirinim", oyisining xasta ovozi eshitildi. "Aqlli bola bo'lyapsanmi bog'chada?" "Ha, oyijon." "Yaxshi, o'zimni toychog'im. Oyi, endi tuzalib ketasizmi?" "Ha", yig'lab yubordi oyisi. "Menga yana ertaga aytib berasizmi?" "Ha, albatta." Negadir bu gapdan keyin xonada turgan dadasi va buvisi boladan ko'z yoshlarini yashirishga harakat qilib, unsiz yig'lay boshladi. "Sizni yaxshi ko'raman." "Eh, bolakay." Oyisi bilan shunday so'nggi marta gaplashib turganini qayerdan ham bilardi u. Bog'chadan kelganida uydagi odamlarning ko'pligidan hayron qoldi. Hamma bolakayni ko'rib ko'ziga yosh olardi. "Dada, oyim uyg'ondimi?" dadasining yoniga kelib so'radi u. Dadasi cho'kkilab o'tirib, o'g'lining ko'zlariga boqdi. "Oying endi uyg'onmaydi, bolam. U bizni tashlab ketdi." Bola tushunmadi. Cho'ntagidan shoshib kavladi-yu, bir siqim buklanib ketgan pullarni chiqardi. "Dadajon, mana bu pullarni doktorga bering, oyimni ukol qilsin, oyim tuzalib ketsin. Men shuncha kundan beri bitta ham muzqaymoq yemadim. Hammasini oyimning ukoli uchun to'pladim. Ola qoling, tezroq doktorga olib borib bering, oyimni tuzatsin, iltimos, dadajon." O'g'lining bu gaplari otaning yurak bag'rini ezib yubordi. Quchoqlab peshonasidan o'parkan, alamdan ho'ngrab yubordi. Onasini ko'mishdi. Tun cho'kkach, o'rniga yotgan bolakay ko'zlarida yosh bilan yana osmonga qo'lini cho'zdi. "Iltimos, oyimni menga qaytarib ber, Xudojon. Mayli, mening hamma o'yinchoqlarimni ola qol. Velosipedchamni ham ol. Faqat oyijonimni qaytarib ber, Xudojon." Hech bir go'dak otam, onam deb faryod qilmasin.